Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana bizdan yangilik kutayotganlar. Yangiliklarda bombasi. Mana bizni eng birinchi qo'l ishimiz. Oddiy, nejniy hamda chiroyli sifat, chiroyli did bilan ishlangan gullarimiz. Mana orxideyalarimiz, semichka gullarimiz, podarishnik uchun savatchalarimiz, mayda ramashkalarimiz, atirgullarimiz, yangi kalalarimiz, ramashkalarimiz rang-barang, katta kichiklari, geranlarimiz har xil ranglari, ramashkalarimiz, mayda atirgullarimiz har xil katta, kichik variantlari, har xil svetlari. Orxideyamiz katta varianti hamda yana bitta qulay tomoni yosh bolaliklar, farzandlari sho'xlar uchun yelim-tuvakdagisi. Endi anchadan beri kutilgan manzara gulimiz xuddi tabiiydaqa. Ayniqsa o'qituvchi, bog'chada ustozlar uchun chiroyli narsa. Xonalariga chiroyli, ko'rkam, tabiiylik berib turadi. Zakazlar bo'lsa bemalol lichkaga